o'tgan 5 oyda sanoat 6.4% ga o'sdi. Eksport 18%, jami 8.3 milliard, xorijiy investitsiya 46%, 15 milliard dollarga oshdi. Qiymati 3 milliard dollarlik 2,5 mingdan ziyod yangi quvvat ishga tushdi. 2 million 400 ming odam daromadli bo'ldi. Bu natijalarga qancha mashaqqat bilan erishganimizni tushungan odam tushunadi, lekin ko'rib turibsizlar, kuni kecha dunyoda yana bir mojarolar o'chog'i avj olgani nafaqat Yaqin Sharq, balki mintaqamizga ham o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Keskinlashuv davom etsa, pandemiyadan keyin endi tiklanayotgan savdo aloqalari va logistika marshutlari qiyinlashadi. Tinchlik, adolat va inson qadrini ulug'lashga bo'lgan ehtiyoj har qachongidan ham oshib bormoqda. Shu bois har bir hokim hududdagi, vazirlar esa tarmoqdagi imkoniyat va xavflarni oldindan ko'ra bilib, proaktiv, ya'ni topshiriq kutmasdan o'zi tashabbus ko'rsatib ishlashga o'tishi shart. Yil boshidan 867 ta og'ir mahallaga suv chiqarish uchun 1.4 trillion so'm berildi. Buning hisobiga 662 ming xonadondagi jami 80 ming gektar tomorqaga 25-30 yil ichida ilk bor suv yetib bordi. Lekin daromad ekin ekib 2-3 marta hosil olishni ularga kim o'rgatyapti? Tomorqaga suv yetkazish uchun sarflangan 1 so'm hisobidan hech bo'lmaganda 2-3 so'mlik mahsulot yaratilsa, 662 ming oila mavsumda qo'shimcha kamida 5-6 million so'm daromad qilsa bo'ladi. Afsuski, tayyor pulni samarasini tumandagi iqtisod, banklik va qishloq xo'jaligiga mas'ullar bilmaydi. Misol uchun, Qoraqalpog'istondagi 89 ta mahallaga 150 milliard so'm berilgan. Har bir tumanda 5 tadan jami 1156 ta driver loyiha infratuzilmasiga 300 milliard so'm ajratildi. Yil yakunigacha yana 1.2 trillion so'm beriladi. Lekin Buxorodagi 27 ta, Navoiydagi 22 ta driver loyiha bo'yicha qurilish boshlanmagan. Jizzax, Qashqadaryo, Farg'ona va Toshkent viloyatlarida ham ishlar rejadan 2-3 oyga kechikyapti. Yoki 16 ta tumanni har birini jadal rivojlantirishga 70 milliard so'mdan pul ajratdik. Jami 1 trillion 120 milliard bo'ladi. Birinchi bosqichda 336 milliard so'm berilgan bilan Chimboy, Asaka, Chortoq tumanlari hokimlari o'z bergan loyihalarini 3 oydan beri qayta o'zgartiraveradi. Sirdaryo tumani, Yakkabog' tumani va Yangiyo'l shaharlarida ham ishlar bu sohada juda sust. Islohotlar shtabi tuziladi. Islohotlar shtabi 3 oyda tumanning 38 ta mahallasi kesimida loyiha, infratuzilma, moliyaviy manba, kadrlar masalasini qamrab olgan 3 yillik dastur tayyorlaydi.